2 kun post qo'ymadim. Nimaga? Mana shunga. Chunki men ishlagani ketdim. Git bo'lib Buddhist templga keldik. Buddhist templda aylanib yuribmiz. Mana tepaga chiqib ketyapman. Pastga tushyapman, esimda yo'q lekin. Havoni qaranglar, havoni mazaligini. Hamma shu yerda. Menimcha bular ham buddist namoz o'qigani kelyapti o'zini xudosiga. Endi bu yoqqa festivalga keldik. Men bu bolaning shirinligini qaranglar, shirinligini. Ba'zida ishim yoqadi sababi ko'rmaydigan, o'zim bormaydigan joylarga borib olaman. Bu koreyslar qanaqangi kreativ xalqligini ko'rsatadi, qanaqangi chiroyli shunaqa suvenirlar yashab, muzey yaratib qo'yishadi. Qayerga borsanglar, koreyslarda muzeylar ko'p. Mana shunaqa kulturasini ko'rsatib turadigan. Xuddi shu festivalda mana konsertga chaqirishdi soat 4 da. Konsertda birinchi rost zerikali bo'ldi. Bu odamlar nima qilayotganini men tushunmadim. Bu odamlarga qarayman, orqasidagi men bu ekranga qarayman, men tushunmay qoldim. Keyin men bu Mongoliya raqsini qilib berishdi. Bu yoqdi lekin buni mazza qilib ko'rdim. Ikkinchi marta ko'rishim. Oldinroq tayyorlanib qo'yishganda uni ham ko'rib oldim, buni ham ko'rib oldim. Keyin mana bu yerda ovqatlangani ketyapmiz boshqa gaydlar bilan birgalikda. Hamma charchagan. Ovqatlangani ham tushib bir 10 minutcha yurdik. Yurishaganda bu ish o'zi yurish. Bu yerda shunaqa chiroqlar festivali bo'lyapti ekan. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli qilib bezatib qo'ygan. Abayda qaysidir mashhur qo'shiqchi ketdi, koreys qo'shiqchisi. Biz bo'yimiz yetmadi, ko'ra olmadik kim kelganini. Men baribir tanimasam kerak, chunki ko'pchiligini tanimayman. Keyin bu yerda qoldik biz. Mana tog' orasidagi studentlar qoladigan yotoqxona ekan. Shu yerdan joy qilib berishdi bizni turistlarimizga davlat tomonidan. Shu narsa koreyslarning noni hisoblanadi. Guruchli xamir. Shuni hozir urar ekan buni qilib, urib eritadi. Internetda ko'rgan bo'lsanglar, shuni qilib urdirishdi meni ham. Endi sen gitsan, davay qilib ko'rsatib ber deyishdi. Keyin men qilib ko'rsatdim. Orada aytayapman, men zalga pul to'lab qo'yganman, zalga bormayapman, kuchim yo'q desam, hamma kulyapti. Bu yerda yana bitta festivalga keldik. Kechagi kechqurunga borganimizda kunduzgi versiyasi. Bu yerda qanaqadir muzey ekan. Men o'zimni bir videoga olib ko'raychi, qanaqa ekan background degandim, yoqmadi. Endi qaytyapmiz. Ko'p joylarni videoga ola olmay qoldim. Ish sababli ko'pchilikka tushuntirish kerak. Shu sababli telefonimga qaramay qoldim. Yana bir yaxshi tomoni Koreyani avtobusga chiqsanglar, mana shunaqa avtobuslarni o'zi yuradigan yo'li bor. Mana mashinalarni ko'rsanglar, mashinalar probkada, avtobus tez yurib ketyapti. Tezligi bu yerda ko'rinmagan, lekin juda ham tez yuryapti. Tak что avtobusda yurgan bayda zo'r, mashinada yurgandan ko'ra.